Sizlar hamma telefon burishdan norozi aka hozir bu yoqda. Qaysi telefon purishdan norozi? Hamma mana shu ko'chadagi. Siz ham telefon purishmisiz? Ha, telefon burishman men Nima ham. qildim men sizga hozir? Hamma telefonlar yomonlayapti. Ha, Redmi A5 o'zida ham bor ekan. 2 marta sotdim, qaytib kelyapti o'zi. U qaytib kelsa menda nima? U olgan odam sizni videongizni ko'ribdi. Musor telefon bo'lmaydi debsiz. Aka musor deymiz, nima maqtaymi uni? Ha, maqtash kerak aka, sotish kerak uni. Aka, yo'q, gap sotishda emasda, kimga nima telefonni tavsiya qilishni siz bilishingiz kerak-da. Bu telefonni yosh katta odamlar olsa bo'laveradi. Yoshlarga maslahat bermayman deganman. Endi men odamni olmanglar demaganman-da. Sizga sotgan odamingiz qaytib kelsa, olmayman, mana odamni ko'rganman, yomon degan desa, menda nima ayb hozir aka? Yo'q, yomonlab. Naqas yomonlab aka? To'g'risini gapirish kerak-da. To'g'risini aytsangiz kim oladi uni bunaqa telefonni? Aka oladigan odam olaveradi. Yolg'on gapirib sotish kerakmi hozir? Yolg'on gapirasiz, lekin yaxshi telefon. Qarang, siz ham telefon purish ekansiz, to'g'rimi? Hozir nima maqsadda keldingiz meni oldimga? Shunaqa qilmang deyapman aka. Ko'chada hozir bir ikkita tanishlar keldi, telefon bursa o'zi sizdancha qo'yib qolgan aka. Ehtiyot bo'ling ko'chada. Nima qilishadi ekan? O'zi bir qo'yavering aka. Aka, men o'zimga dast o'ynayman men. Ha, baribir ham aka, ehtiyot bo'lavering. Aka, ular telefon sotisha olmasa, nima mendan olamiz ekan alamini? Odamlarga tushuntirib bersangiz olaveradi. Misol uchun men telefonda aytyapsizmi? Mana shu Redmi A5 aka bizda ham sotilmaydi turadi. Bitta sizda emas. Menda aka 1 oydan beri turibdi bu. Aka 4 oydan beri sotilmayapti. Menda 4 oydan beri sotilmayapti. Nimaga sotilmayapti bilasizmi? Chunki buni yosh katta odamlar ishlatadi. Men yoshlar kelib turib, aka PUBG o'ynasa bo'ladimi desa, men maslahat bermayman-da buni aka. Sizlar PUBG o'ynasa bo'laveradi deb endi siz Yo, bo'lmaydimi? O'ynasa bo'ladi. Yo'q, aka ko'tarmaydi-da bu. Ularni Redmi'larni, Samsung'larni yomonlayapsiz. Xitoy telefonlarini faqat maqtab chiqyapsiz. Yo'q aka, bular puliga stoyt telefonlar. Pul olgan bo'lsangiz ayting, mana shunga qarab, ha, pul olgan ekan deb o'ylayman. Kompaniyadan bir tiyin pul olmaganman, hech qaysisidan tilimi qisiq joyi yo'q. Men o'zim oldimda mana shu telefonlarni olib keltirib, ochib, suvga tiqib, PUBG o'ynab, boshqa qilib, arziydigan bo'lsa tavsiya qilaman. Agar arzimasa nechta telefon bormi edi, sotilmay turgan. Agar mana shu telefonlarni menga ishonib kelgan odamlarga oling desam, olishadi. Lekin ularni aldab sotib men oilamga bu pulni yedirmayman-da men. Reklama qilayotgan bo'lsa uchun xohlagan gapni gapirib tashlash shart emas-da. Endi sizdan olmayotgan bo'lsa menda nima ayb aka u? Yo'q, olyapti, prosta qaytarib kelyapti endi u. Bo'lmaydi. Endi meni yomon ko'rishga haqqingiz yo'q-da, eplasangiz siz ham maqtab sotib oling u telefonni aka. Bu Redmi ham yaxshi telefon aka, nimasi yomon bu? Bitta siz emas, hozir bu yoqqa kelayotgan hamma rasmiy ko'pchilik kelyapti. Seni deb telefonlaring sotilmayapti, u bo'lyapti. Ko'p odam norozi bo'lyapti. To'g'rimi? Shunaqa bo'lyaptimi? Mana bu yerda kamera bor aka, kamera yozib turibdi, bitta siz emas, bu yoqqa kelayotgan odam. Endi sizlar sota olmasanglar, aka telefonni prosessorini tushunasizmi? Tushunaman-ku. Nima prosessor qo'yilgan bu telefonga? Yaxshi prosessor qo'yilgan. Aka nimaligini to'g'risida o'zingiz ham kulib yuboryapsiz, to'g'risi. Nima qo'yilganini ham bilmaysiz даже. Men bilaman aka. Telefon sotayotganini bilish shart degan eshittiring. O'yin uchun qaysi telefon tavsiya qilishni bilaman. Kundalik hayot uchun qaysi telefon, kamera uchun qaysi telefon, o'qituvchiga qaysi telefon ishlatish kerak, taksi qaysi telefonga ishlatsa maza qiladi. Shularni men odamlarga tavsiya qila olmayman. Endi sizlar faqat Redmi, Samsung sotsanglar, sizlar sodanglar bo'lmay qolsa meni deb, endi men to'g'risini gapirib qo'yayotgan bo'lsam, ayb menda emas aka, bundan kelmanglar meni oldimga. Siz birinchisi emassiz aka. Mana video kamera yozib turibdi, to'g'risi. Siz hozir gapirgan gapingiz eslaysizmi aka? Sizni yomon qilishadi, telefon purishlar degan gapingiz aka yozyapti kamera. Shu gapingizga javob bera olasizmi? Nima degani u? Aka shuni dedingiz. Noto'g'ri o'ylabsiz. Noto'g'ri o'ylaganim yo'q. Prosta norozi bo'lyapti dedim. Norozi bo'lyapti deman, siz yomon qilishadi, ko'chada ehtiyot bo'ling. Men norozi bo'lishyapti aka. Men aka Allohdan qo'rqaman, bo'ldi. Sotilmasa sotilmay qolaversin, lekin odamlarni aldab maza qilmayman. Mana shu telefonlar yomonlagan bo'lsam ham, Xudoga shukr sotuvi yaxshi. Boshqa telefonlar sotilyapti-da, odamlar menga ishonib olib ketib, "Keyin, sizni savdingiz mana shu yerda bo'lsa, men butun O'zbekistonga sotaman aka telefonlarni." Xudoga shukr maqtagan telefonlarim sotilyapti, yomonlagan telefonlarim o'zimda ham turibdi. Lekin odamlar ishonyapti aka. Unaqa tahdid qilmang. Yarashmaydi. Hech kim tahdid qilmaydi aka. Prosta siz gapiryapsiz, siz ushlashib olsa mana qiladi, buni qiladi deb. U to'g'ri emas aka. Yaxshi ish qilmayapsiz aka. Aka yoqmasa kelmang. Birinchisi emas siz. Men aka yomon deyman, yaxshi deyman. Siz bitta kelib qolganingiz bilan maqtab tashamayman. Hozir oldin ham musor deganman, bundan keyin ham musor deyman aka. To'g'risini gapirish kerak. O'zida video chiqib naqlasiz aka, u musor deb. Aka men gapirmasam odamlar qanday eshitadi u narsani? Qanday bilishadi? Bilmaydi-da, tushunishmaydi-da. To'g'ri keyin siz masal uchun aldamashingiz mumkin. Boshqa telefon purishlar bor-ku. Mononga zo'r, kamerasi zo'r deb turib tiqib tashlashyapti-da, yolg'on gapirib. Ashlarga ishonib turib, to'g'risi odamlar yeb olyapti. Aldash to'g'ri emas aka, bundan kelmang aka. Aldash emas, uni video chiqarmang aka. Aka sizdan so'rab chiqarmayman xullas. Aka, ehtiyot bo'ling ama ko'chada. Ko'pi norozi bo'lyapsiz aka, telefon purishlar. Aka, muomala u noroziligi men tupurib qo'yganman. Eplasa telefon purishlik qilishdim. Eplashmasa vaqti sotishmasin aka. Men birovlardan qo'rqadigan joyim yo'q. Siz men kelib unaqa qo'rqitmang aka. Sizga emas, prosta o'zingiz o'ylab yuring deyapman aka.